Bugun bizning mehmonimiz Toshkent shahridagi MIFI Milliy tadqiqot yadro universiteti filiali ijrochi direktori Shavkat Abdukamilov. Xabaringiz bor, ayni paytda juda ko'p savollar aynan O'zbekistonda qurilayotgan atom elektr stansiyasining ishlaydigan kadrlar haqida bo'ladi. Shuning uchun bugun biz Shavkat Shuhratovich bilan aynan shu mavzu asosida gaplashishga qaror qildik va o'ylaymizki, bizning suhbatlarimiz barcha ishtirokchilarga juda ham mazmunli bo'ladi. Shavkat Shuhratovich, siz biz bilanmisiz? Eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozini tekshirib olamiz. Eshitilyapti. Faqat endi Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilruxsor, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalambor sizga rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Shuncha vaqt topib, bizda hozir eng muhim bo'lgan mavzular asosida gapirib berishga vaqt topganingiz uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun bizda beriladigan har bitta savollar ishtirokchilarimiz tomonidan juda mazmunli bo'ladi va ularga tegishli bo'yicha o'ylaymanki javoblarni ham olishadi. Da, o'zi haqiqatan ham kanalda bunaqa formatdagi, bunaqa nima deydi, live stream shaklidagi kontent olinishi ham bu bir ijobiy menimcha. Hech oldin bunaqa live streamlarda ham o'zim ishtirok etmaganman. Menga ham birinchi bir tajriba bo'ladi, lekin bir tomondan o'zi atom energetikasida mana shunaqa shakldagi, formatdagi kontentlarni ko'proq olinishi menimcha faqat foydali bo'ladi deb hisoblayman. Sizlarni ushbu boshlagan turkuminglarda birinchi yo'nalish, birinchi mavzu qilib kadrlar tayyorlash sohasiga demak yo'naltirishinglar, shu sohani yoritishinglar bu menimcha bekorga emas. O'zi kadrlar tayyorlash sohasi ham eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Agar bundoq grafik oladigan bo'lsak, grafik 100 yillik bo'lsa, shu 100 yillik grafikni boshidan demak mana shu atom elektr stansiyasini qurilishida muzokara qiluvchi guruhlarni muzokara o'tkazishi, keyin kontrakt imzolanishi, qurilish ishlari amalga oshirilishiда, misol 6 yildan 10 yilgacha turib, qanaqa formatdagi AES dan kelib chiqqan holda, undan keyin AES qurildi va uni foydalanish demak periodi o'sha davra ketadi, 60 yil period shu asosiy ekspluatatsiya, undan keyin продление, demak ularni o'sha muddati bo'ladi. Har bitta loyihani ham ishlash muddatini yana продление qilish imkoni bor, cho'zish. Undan keyin barcha loyihalar o'zini demak mantiqiy yakuniga yetgandan keyin uni foydalanishdan chiqarish jarayoni. Butun 100 yil davomini qaraydigan bo'lsak, har bitta jarayonda qaysidir sohalar asosiy bo'ladi, keyin chiqib ketadi. Birinchi qurilish, quruvchilar ko'proq asosiy rol o'sha qilib ketadi. Keyin foydalanish sohasi, ekspluatatsiya qiluvchi demak jarayonlar ko'proq. Undan keyin mana dekomissiya masalalar. Lekin shunaqa bitta yo'nalish bor, bu kadrlar tayyorlash sohasi. Shu respublikada AES qurilishi to'g'risida masalalar boshlangandan, shu demak savollar ko'tarilgandan boshlab mana shu sohada kadrlar tayyorlash boshlanadi va bu AES 100 yil o'sha foydalanib uni ekspluatatsiyadan chiqargangacha bo'lgan periodda albatta shu davr mobaynida kadrlar tayyorlanadi. Shu sababli bu eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Dilruxsor, senga savollar bo'ladigan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman, qo'ldan kelgancha tushuntirib berish, gapirib berish. Rahmat kattakon. Keling, bo'lmasam hozir bizni ishtirokchilarimiz bizga qo'shilib olganlaricha va o'zlarining savollarini tayyorlaganlaricha biz ayni paytda o'sha Moskva muhandislik fizika instituti Milliy tadqiqot yadro universitetining asosiy yo'nalishlari haqida to'xtalib o'tishni boshlaylik. Chunki kadr masalasi bu o'zingiz ham aytib o'tganingizdek juda ham muhim va dolzarb. Ayni paytda juda ham ko'pchilik jamoatchilikning asosiy fikrida, asosiy e'tiborida bo'lgan savollardan bittasi hisoblanadi. Avvalambor yo'nalishlar haqida to'xtalsak-da, talabalar qanday dastur asosida ta'lim olishyapti va qanday mutaxassislikka bu universitetni bitirgandan keyin ega bo'lishadi. Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz va bu orada qanaqadir savollar paydo bo'lsa, biz keyin uni sizga yo'llaymiz. Rahmat kattakon Dilruxsor savolingiz uchun. Demak 2018-yilda
Prezidentimiz tomonidan 19-iyul kuni O'zatom agentligini tashkil etish to'g'risida o'sha tarixiy bir qaror imzolangan edi. Bir kun o'tib, 20-iyul kuni Toshkent shahrida shu Moskva muhandislik fizikasi instituti Milliy tadqiqot yadro universitetini filialini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolagan. Bu уже mamlakatimizning hukumati prezidenti tomonidan eng asosiy masalalardan biri bu sohada kadrlar tayyorlash masalasi ekanligini ko'rsatib turadi, urg'ulab turadi alohida va shundan boshlab demak respublikada ushbu universitet filialini tashkil etish bo'yicha ancha ishlar amalga oshirildi. 19-yilda demak Ulug'bek shaharchasi bor, Mirzo Ulug'bek tumaniga kiradi, Qibray orqasida joylashgan Fanlar akademiyasini yadro fizikasi instituti hududida mana shu universitetning filiali tashkil etildi, qurildi. Universitetga har yili 100 nafardan talaba 4 ta ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'qishga qabul qilib kelinmoqda. Demakki, har bitta o'quv yo'nalishida 25 tadan talaba. Bu qaysi yo'nalishlar? Demak, ikkita yo'nalishimiz bu faqat va faqatgina demak tarmoqdagi o'sha korxona ehtiyojlari uchun tayyorlanadi. U ko'chaga erkin bozor uchun tayyorlanadigan kadrlar emas. Bular yadroviy energetika sohasidagi kadrlar hisoblanadi. Bular demak birinchi yo'nalishimiz yadro energetikasi va issiqlik fizikasi, ikkinchi yo'nalishimiz yadro fizikasi va texnologiyalar. Bu yo'nalishlarda o'qib bitirib chiqqan demak bitiruvchilarimiz kelajakda atom energetikasini yadroviy oroli, o'sha to'g'ridan to'g'ri yadro reaktorini boshqarish, uni demak agregat va barcha uzellari, tarmoqlarini foydalanish, ekspluatatsiya qilish yo'nalishlarida yirik mutaxassis bo'lib yetishi mumkin. Bu sohada ishlashlari mumkin bo'ladi. Qolgan ikkita yo'nalishimiz bu elektr energetika sohasida. Elektr energetika bo'yicha demak birinchisi issiqlik energetikasi va issiqlik texnikasi va ikkinchisi elektr energetika va elektr texnikasi yo'nalishi hisoblanadi. Bu yo'nalishlar boshqa universitetlarda ham bo'lishi mumkin, lekin bizning universitetda bu yo'nalishlarda shu atom energetikasiga ko'proq demak urg'uni bergan holda ta'lim beriladi. Men boshida aytib o'tgan ikkita yadro yo'nalish respublikaning hech qaysi universitetida bunaqa yo'nalishlarda ta'lim berilmaydi. Bu yakka yagona demak bizning universitetda faqat ta'lim berilgani uchun bizdagi kadrlar, men doim aytaman, bu shtuchniy donaviy tovar hisoblanadi. To есть bunaqa mutaxassislar juda ham kamyob va noyob, ularning qadri ham o'ziga yarasha bitirgandan keyin yuqori bo'ladi. Mana shu tarmoqda ish beruvchilar tomonidan deb aytib kelamiz. Endi 2023-yilda biz birinchi bitiruvchilarga diplom topshirdik. Ularni qariyb 50% demak o'z o'qishlarini magistraturada davom ettirishga demak azm etdilar va shu nuqtai nazardan demak bir 4 ta 5 ta nafar bola O'zbekistondagi universitetlarda magistraturada o'qishini davom ettirayotgan bo'lsa, qolgan demak boshqa qismi talabalar, bitiruvchilar, ularni asosiy qismi Rossiya Federatsiyasidagi universitetlarga, qolganlari demak mana Fransiyada, Koreyada, mana bu 24-yilda bitiruvchilarimiz orasidan Xitoyda, Italiya, Vengriya kabi mamlakatlarda mana o'qishni davom ettirishmoqda. Qolgan 50% demak bitiruvchilarimiz bular demak O'zatom agentligini taqsimotiga binoan demak issiqlik elektr stansiyalari, elektr energetika korxonalari yoki elektr energetika sohasidagi obyektlarni yoki umuman sohadagi boshqa qismlar bo'yicha loyihalash masalalari bo'yicha demak loyiha institutlari, loyiha kompaniyalarida, qurilish kompaniyalarida va ta'lim, ilm sohalarida orasida 9-10 nafar talabalar bor. Bular Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi onkologiya markazlarida faoliyat yuritayotgan bitiruvchilarimiz bor. Demak, hozirgi kunda bizning universitet
faqat atom energetikasi, demak o'sha elektr energiyasi olish sohasiga emas, balki demak ta'lim, ilm-fan, undan tashqari yadroviy texnologiyalarni noenergetik yo'nalishlardagi qo'llanilishi bo'yicha-da, bu o'sha agro texnologiyalari bo'lishi mumkin yoki meditsina, tibbiyot texnologiyalari bo'lishi mumkin va boshqa hokazo yo'nalishlarda ham kadrlar tayyorlab kelmoqdamiz va bu menimcha ancha muvaffaqiyatli ketyapti deb aytsam ham bo'ladi. Shavkat Shuhratovich, rahmat javobingiz uchun. Mana hozir yo'nalishlar haqida gapirganingizda yadro meditsinasi haqida to'xtalib o'tdingiz. Bu adashmasam yangi yo'nalish sifatida ochilyapti. Bu haqida ham alohida to'xtalsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki men ishonchim komilki, hozir bizni ishtirokchilarimiz, tinglovchilarimiz va ko'rayotgan boshqa ishtirokchilar ichida ham bu masala bo'yicha va bu yo'nalish bo'yicha juda ko'p savollar mavjudda. Aynan bu qanaqa yo'nalish? Nimani o'rgatasizlar? U yerni bitirgandan keyin talabalar qaysi mutaxassis sifatida chiqishadi va qayerlarda ishlash imkoniga ega bo'lishadi? Tushunarli, savolingiz juda ham o'rinli, chunki bunaqa savol ko'p beriladi ota-onalardan, abituriyentlar tomonidan. Yadroviy tibbiyot deganda medik demak kasbidagi bitiruvchi chiqadimi yo fizikmi? Bunga ham demak aniq javobimiz bor. Demak, o'zi shu paytgacha bizni mana shu yadro fizikasi va texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilarimizni bular juda ham keng demak formatdagi yo'nalishda hisoblanadi. O'zini bilimlarini turli sohalarda qo'llashlari mumkin. Shu jumladan o'sha yadroviy tibbiyot yo'nalishida ham ishlashlari mumkin aslida. Lekin bizni yana alohida urg'ulab, demak shu yadro meditsinasi yo'nalishini ham alohida tashkil etishni reja qilib qo'ygan edik. Mana Moskva shahridagi bosh universitet bilan muzokara kelishuvlarga muvofiq, mana keyingi o'quv yilidan boshlab 50 ta o'rin tashkil etmoqchimiz. Bu yo'nalishimizning aniq nomi qanaqa? Fizika. Qavs ichida tibbiyot fizikasi, o'sha yadroviy tibbiyot uchun deb nomlanadi. Demak, bu nima degani? Demak, asosiy bitiruvchini, demak, asosiy yo'nalishi bu fizik. Mana ma'lumki, onkologik kasalliklarni diagnostika qilish va ularni davolashda hozirgi kunda yadroviy texnologiyalarni qo'llash eng samara berayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Faqat bu yo'nalish demayman, lekin bu ham juda ham perspektiv, juda ham yaxshi natijalar berayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi va shu sababli bu yo'nalishda mana dunyoning yetakchi mamlakatlarida hozir ko'plab yadroviy tibbiyot markazlari qurilib, demak, foydalanilmoqda va bu soha bo'yicha ham O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vazirligi demak Xalqaro atom energiyasi agentligi bilan ko'plab kelishuvlarga ega va shu kelishuvlar asosida respublikaning onkologiya markazlariga eng zamonaviy asbob uskunalar olib kelingan. Shu asbob uskunalar yordamida demak to'g'ri va vaqtida tashxis qo'yish imkoniyati bor. Qo'yilgan tashxisdan kelib chiqib, agar onkologiya ijobiy etiladigan bo'lsa, uni demak davolash bo'yicha terapiyalarni demak yo'lga qo'yish mumkin va ushbu terapiyani yo'lga qo'yayotganda bunaqa yuqori texnologik uskunalar, bularning asosiy prinsipi o'sha yadroviy fizika bo'lgani uchun, demak, imенно fizika, yadroviy fizikani tushunadigan xodimlarga talab kundan kunga ortib bormoqda. Shu jumladan O'zbekistonda ham. O'zbekistonda umuman olganda oxirgi yillarda onkologiya sohasida, demak, shu kasallikni vaqtida demak aniqlash, diagnostika qilish, mana ayollarda mana ko'krak saratoni masalalari bo'yicha boshqa yo'nalishlarda juda ham ko'plab dasturlar hozir yo'lga qo'yilmoqda va misol uchun aniqlangan shunaqa kasalliklarni davolashda ham mana yonimizda yadro fizikasi instituti bor. Bularni demak juda ham katta salohiyatli radiopreparat demak yo'nalishida shunaqa davolovchi radio preparatlar ishlab chiqariladi va bularni qo'llashga albatta o'sha yadro fizika yoki tibbiyot fizika
demak kerakli hisob kitoblarni amalga oshirish kerak. U demak o'sha to'qimalar deydi-yu, misol uchun organizmdagi organlarni boshqani qancha miqdorda qanaqa radiatsiya ta'siri berilishi natijasida demak shu onkolik kasallikni davolash mumkinligi barcha mana shu hisob kitoblarni amalga oshiradi. U demak Miqdori asosiy haqida gap ketyapti-da, to'g'rimi? to'g'ri, da. Kechirasiz. Asosiy shu tibbiyot xodimi bilan birgalikda o'sha tibbiyot fiziki hamkorlikda ishlab, shu terapiyani amalga oshiradigan demak xodimlar hisoblanishadi. Bu juda ham dolzarb yo'nalish, juda ham kelajakka bor yo'nalishlardan biri hisoblanadi hozir. Haqsiz. Shavkat Sihatovich, endi onkologiya masalasini hozir o'zingiz ko'tardingiz. Bitta endi kadrlar masalasini ham qo'shib ketganingiz uchun mana shuncha talabalarni qabul qilyapsizlar, o'qishyapti, bitirib chiqishyapti. Lekin bitta turadigan asosiy bir masala borda, bu studentlarni, talabalarni o'qitadigan o'qituvchilarning malakasi haqida so'z borganda. Meni qiziqtirayotgan va o'ylaymanki ishtirokchilarni ham qiziqtiradigan savol bu filialda ta'lim berayotgan o'qituvchilarning bilim darajasi qanday, ularni ishga olish jarayoni qanday amalga oshiriladi, o'qituvchilarni qanaqadir malaka oshirish misol uchunda qanaqadir tizimli ravishda amalga oshiriladimi, ularni boshqa davlatlarda aytaylik o'zlarining tajriba almashishlari uchun qanaqadir dasturlar asosida bilmadim, endi balki xorijiy qanaqadir bizni hamkorlarimiz ham bordir, balki O'zbekistonning o'zidan shunaqa hamkorlarimiz ham bordir. Malakasini oshirish uchun qanaqadir baholash tizimlari bormi? Ularni malakalari haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz, o'ylaymanki biz bu mavzuni hammasini yopgan bo'lardik. Rahmat, men savolingizni juda ham tushundim. Haqiqatdan muhim savollardan biri. Men birinchi bo'lib to'xtalib o'tadigan narsam, mana biz beradigan o'sha bitiruvchilarga topshiradigan diplomimizda hech qayeriga bu bitiruvchi Toshkent shahridagi filialni bitiribdi deb yozib qo'ygan joyi yo'q. Bu nimadan anglatadi? Mana shu Moskva muhandislik fizikasi institutini, mana Rossiyaning o'zida 17 ta filiali bor. Mana Toshkent shahrida birinchi xorijiy filial, Olmaota shahrida ikkinchi filial va hozir mana Misrda yana bitta filial tashkil etish jarayonlari ketmoqda. Mana shu filiallarni hammasida ta'lim dasturlari, o'quv jarayoni hammasi bir xil. Moskvada o'sha qanaqa o'quv dasturlari asosida qo'yilgan bo'lsa, talab ham, o'qishga kirish ham, o'qish ham va oxirgi malakaviy imtihonlari boshqalarini topshirish ham hammasi bir xil ketadi. O'sha bir xil tartib tamoyil bo'lgani sababli, demak, bizni ta'lim litsenziyalarimiz ham shu Rossiya Federatsiyasida ta'lim sohasini reguliruющий deydi, mana shu tartibga soluvchi organi bor. Rosobrnadzor deydi. Shu organi tomonidan litsenziya beriladi. Litsenziya bergandan keyin shu litsenziya talablariga to'liq bu amal qilyaptimi, bajaryaptimi deb ular har yilda bir marta tekshirib, akkreditatsiyadan o'tkazib turadi. Bizni hozirgi kunda barcha yo'nalishlarimizni shu Rosobrnadzori akkreditatsiyasidan o'tgan. Akkreditatsiya talablaridan biri bu haqiqatan to'g'ri aytasiz, o'sha yuqori malakali professor o'qituvchilar tarkibi hisoblanadi. 2019-yilda birinchi talabalarni o'qishga qabul qilishdan oldin o'sha Rossiyadagi Moskvalik rektorat, universitet xodimlari, malakali o'qituvchilar Toshkent shahriga kelib, mana hali bu yerdagi binoyimizni, o'sha Ulug'bek shaharchasidagi binoyimiz hali tayyor emas edi. Birinchi yilda biz O'zbekiston Milliy universitetining fizika fakulteti binolarida boshlab turgan edik. Ana o'sha binoda demak o'qituvchilarni saralash konkursi o'tkazilgan. Shu konkursda demak respublikaning eng malakali o'qituvchilar, juda ham ko'plab xohlovchilar bo'lgan. Shu xohlovchilar har birini tinglab, eshitib, taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, demak ular hammasi shu konkursdan o'tgan. Konkurs asosida eng zo'r o'qituvchilar tanlab olingan, saralab olingan. Undan tashqari o'tgan yili yana alohida demak, o'sha kafedralarimiz ko'paydi soni, o'qituvchilar tarkibi ham ko'paydi. Chunki birinchi yilda bor yo'g'i birinchi kurs uchun biz fanlarni nazarda tutayotgan edik. Bu yog'iga mana 4 tala kurs, butun ta'lim sikli hammasi o'tdi bizda. Shu nuqtai nazardan barcha fanlar bo'yicha o'qituvchilarni yana yengitdan konkurs belgilangan tartibda amalga oshirilib, mana hammasini demak eng zo'r o'qituvchilarni olganmiz. Yana bundan tashqari shu narsani ham aytib o'tish kerak. Bizda o'qituvchilarning 60% bu O'zbekistonlik, bizni mana lokal mahalliy o'qituvchilar hisoblanadi. Mahalliy. Qolgan
40% o'qituvchilarimiz bu o'sha Moskva shahridan to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa kelib dars beradigan o'qituvchilar hisoblanadi. Mana hozir ham bugun ham bitta o'qituvchimiz hozir shunaqa dars berib yuribdi. Demak, fanlarda qanaqa? Birinchi, ikkinchi kursda asosan o'zbekistonlik o'qituvchilar, bular umumiy muhandislik fanlaridan, umumiy shu demak matematika, fizika sohasidagi umumiy razdellar deydi, boblari, boshqalarni o'tadigan yo'nalish. Mutaxassislik fanlarini ko'proq qismi bu hozircha rossiyalik o'qituvchilar tomonidan o'tkaziladi. Endi tan olib aytish kerak, O'zbekistonda shu paytgacha yadro energetikasi sohasida bunaqa yo'nalishda ta'lim berilmagan. Bunaqa yo'nalish bo'yicha faqat mana yadro fizikasi institutida kichkina reaktorni demak foydalanish uchun mana asosan Samarqand davlat universiteti va O'zbekiston milliy universitetini demak profil fakultetlarida magistratura bosqichida faqat yo'nalishlar bo'lgan. Bakalavriatdan boshlab bunaqa chuqur atom energetikasi uchun hech qachon bo'lmagan. Shu sababli bu yo'nalishdagi endi mutaxassislik fanlari bo'yicha o'qituvchilar mana o'zimizni bitiruvchilarni mana ilmga, ta'limga ketayotgan qismi orqali keyinchalik sekin-sekin butlashni boshlaymiz. Lekin hozircha bizda shunaqa aralash shaklda o'tyapti. Umumiy ilmiy salohiyatga qaraydigan bo'lsak, 64% dan yuqori. Bu nima degan? 64% dan o'qituvchilarimiz ilmiy darajalarga ega. Bu ham juda yuqori natija hisoblanadi. Umuman olganda biz endi universitetda filiali bo'lib turib, shu universitetimizni mana dunyoni top eng zo'r, eng yaxshi nufuzli 500 talik universitetlar ro'yxatiga kirishidan juda ham mamnunmiz. Biz ham o'zimizni hissamizni qo'shib kelmoqdamiz shu nuqtai nazardan. Yana yaxshi yangilik, mana o'tgan yili universitetimiz subject ranking deydi. Bu o'sha именно predmet bo'yicha qaysidir fanlar yo'nalishi bo'yicha yadroviy texnologiyalar, yadroviy ta'lim yo'nalishi bo'yicha Round University Ranking degan demak nufuzli shunaqa reyting kompaniyasini reytingida top 5 taliga ham kirdik. Top 5 talik da o'sha Garvard universitetida, tam Massachusets texnologiya universiteti, boshqalardan keyin mana biz 5-universitet bo'lib shu anaqaga kirganmiz. Bizani bitiruvchilar oladigan diplom mana butun dunyoda hamma mamlakatlarda demak bu tan olinadi. Hech qanaqa muammo yo'q bu bo'yicha. Shunga faqat taklif qilamiz, agar talant bo'lsa, qiziqish bo'lsa bu yo'nalishda, fizika yo'nalishi, matematika, yadro energetika sohasida biz yaxshi malakali kadrlar tayyorlaymiz. Shavkat Shuhratovich, rahmat javobingiz uchun. Mana hozir siz javoblaringizning orasida o'zingizning universitetingizdan, ayni paytda faoliyat ko'rsatayotgan universitetdan boshqa universitetlarda ham ushbu atom elektrostansiyalari bo'yicha yo'nalishlar borligi haqida gapirib o'tdingiz. Va bizni hozir ishtirokchilarimizning ichidan bitta savol kelib tushdi. Murodjon Abdumo'minov savol beryaptilar. Ular texnika universitetini tugatgan ekanlar. Energetika fakultetini aynan atom elektrostansiyalari yo'nalishi bo'yicha 24-yil tugatganman deyaptilar o'tgan yili. Ayni paytda esa elektroenergetika yo'nalishida ishlayapman deyaptilar. Kelajakda atom elektrostansiyalari buni bizda quriladigan bo'lsa, qaysi yo'nalishda o'zimni faoliyatimni davom ettirishim mumkin degan savolga murojaat qildilar. Juda ham yaxshi savol. Значит, energetika o'tdi mana qanaqa? Toshkent davlat texnika universitetida energetika degan yo'nalish bor-da, qavs ichida sohalar bo'yicha deyilgan. O'tda issiqlik energetikasi sohasi bo'lishi mumkin yoki qayta tiklanuvchi energetika sohasi. 2019-yildan boshlab to'g'ri u yerda ham bakalavr yo'nalishida energetika qavs ichida AES uchun degan demak yo'nalish tashkil etilgan edi. Asosan bu yo'nalishni bitirib chiquvchi bitiruvchilar bular top-toza energetikalar desa ham bo'ladi. Faqat shu AES yo'nalishlari bo'yicha ba'zi bir fanlar majmuasini o'tgan. Energetika yo'nalishi bo'yicha bemalol ishlash mumkin. Mana umuman atom elektrostansiyasini qaraydigan bo'lsak, oddiy issiqlik elektrostansiyasidan unaqa katta farqi yo'q. Mana issiqlik elektrostansiyasida bu yerda asosiy o'sha bug'ni yaratib beruvchi qurilma bu qozon. Qozonni yo gaz bilan, yo ko'mir bilan, yo mazut bilan, nimadir bilan yoqib o'sha bug' hosil qilinadi.
Atom elektr stansiyasida bo'lsa, bu qozonni o'rniga reaktor bo'ladi. Reaktor ichida yadroviy yoqilg'i, u yerda demak, o'sha yadroviy zanjir reaksiyasi orqali elektr bug' issiqlik olinadi va issiqlikdan bug' yaratilib, bug' o'sha bizga elektr energiyasini yaratib beradi. Demak, yadro oroli bor, alohida turbina oroli bor. Turbina oroli issiqlik elektr stansiyalaridan hech qanaqasiga bir farqi yo'q. Demak, bemalol u yerda ishlashlari mumkin. Yadroviy orolda ishlash uchun albatta bu yerda yadroviy kompetensiyalarga ega bo'lgan malakali mutaxassislar kerak. Bu yerda endi asosan men hozir O'zbekistonda faqat Toshkent shahridagi MIFI, Moskva muhandislik fizikasi instituti filialini, balkim magistratura bosqichi shu demak fizika fakulteti O'zbekiston Milliy universitetidagi shu yo'nalish bo'yicha balkim bitiruvchilar yoki shu Samarqand davlat universitetidagi demak o'sha yadro fizika laboratoriyasi bor, u yerda ham bitta yo'nalish bo'yicha demak magistratura bo'yicha bitiruvchilar chiqadi. Shularni faqat ko'rayapman. Boshqa qismi bo'yicha u yerda endi tayyorlayotgan hozir universitetlar ko'p. Bu mana Toshkent davlat texnik universiteti eng yirik universitet, energetika sohasida energetiklarni demak tayyorlovchi. Undan tashqari mana bizning universitet bor, Moskva energetika instituti milliy tadqiqot universitetini filiali ham O'zbekistonda tashkil etilgan. Uni mana bitiruvchilari, undan tashqari mana ko'plab universitetlarda, mana sohaviy universitetlarda ham energetiklar tayyorlanadi. Mana misol uchun Toshkent davlat transport universitetini oladigan bo'lsak, u yerda ham mana elektr transporti yo'nalishi bor, alohida elektrifikatsiya yo'nalishlari bor. Shundan kelib chiqqan holda u yerda ham energetiklar tayyorlanadi. Bu energetiklar ham keyinchalik misol uchun bunaqa elektr stansiyalari, bunaqa energetika obyektlarini energetika tarmoqlari yo'nalishlari bo'yicha misol uchun ishlashlari mumkin. Bu endi barchasi har bitta odamni o'zini tanlagan yo'nalishi, u yo'nalishda qaysi soha ko'proq unga qiziqroq bo'lganligi, chunki atom elektr stansiyasida bor yo'g'i 20-25% bu yajarniy o'sha yadroviy soha bo'ladigan bo'lsa, qolgan 75-80% qismi bu turli xil yo'nalishdagi muhandislik yo'nalishlarida. Bu yerda bu ITshnik o'sha IT sohasidagi muhandislar ham bo'lishi mumkin. Bu issiqlik texnikasi sohasidagi muhandislar bo'lishi mumkin. Bu qurilish sohasidagi muhandislar bo'lishi mumkin. Bu o'sha energetika sohasidagi muhandislar bo'lishi mumkin. To есть muhandislikning o'zini yo'nalishlari ham juda ham ko'p, keng tarmoqli bo'lgani uchun qaysi o'sha yo'nalish bo'yicha bitirgan bo'lsa, o'sha yo'nalishda ish topishi mumkin bemalol. Rahmat, Shavkat Shuhratovich. Juda ham o'ylaymanki, ishtirokchilar uchun muhim bo'lgan savollarga javob berib ketyapsiz. Shu o'rinda meni yana bitta savol qiziqtiradi. Mana filialda bitirib chiqayotgan talabalar bor, o'qiyotgan talabalar bor. Mana oxirgi agar ko'rgan bo'lsangiz, o'zlaringiz ham berdingiz ma'lumotlarni. Talabalarimiz orasida o'qish davomida, o'qishdan so'ng ham ma'lum bir yutuqlarga erishganlar bor-da, lekin juda ham kamtarsizlar. Bular haqida unaqa keng reklama qilmaysizlar. Men o'ylaymanki, hozir aynan yaxshi bir maydon, shular haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz, qanday talabalar sizlar ayni paytda tahsil olyapti, ularning yutuqlari bilan bo'lishing. Bilaman, olimpiadada ishtirok etishadi, har xil ularni jamiyatda tutgan o'rinlari ancha-muncha salmoqli-da. Shu haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Yo, to'g'ri, endi barcha universitetlarda o'zi iqtidorli talabalar bilan ishlaydigan alohida o'zini yo'nalishi, bo'limi ham bor. Bunaqa iqtidorli talabalarni aniqlab, topib, yo'nalish berib, ularni yanada o'z ustida ishlatib, demak, rivojlantirish, kompetensiyalarini, ko'nikmalarini yana ham rivojlantirish, bu shunaqa yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bizni universitetimiz ham o'zini talabalari bilan juda ham faxrlana oladigan universitet hisoblanadi. Mana o'zi kam sonli universitet. Kam sonli talabalari bor universitet. Mana to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bor 300 dan kamroq talaba hozircha o'qib turibdi, lekin har biri boya aytgandek donali bir noyob bir tovar hisoblanadi va shu
250-300 nafar talabani orasidan ham mana O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat nomdor stipendiyatlari bor bizda. Undan tashqari mana Islom Karimov nomidagi davlat nomdor stipendiyatlari bor. Bizda mana O'zatom agentligining direktori tomonidan demak yo'lga qo'yilgan nomdor stipendiya bor, ta'sis etilgan stipendiya har semestrni natijalari bo'yicha eng yaxshi talabalarga beriladigan stipendiya. U bo'yicha ham doimiy ravishda mana stipendiya bo'lib yuradigan talabalarimiz bor. Umuman olganda stipendiyalar bu bir masala. Ikkinchi tomondan bolalarni o'zini yutuqlari-da mana bizni talabalarimiz orasida ko'plab olimpiadalarda ishtirok etib, doimo shu birinchi top 3talikka kirib yurish bo'yicha ancha yutuqlarimiz bor. Mana misol uchun o'tgan yili Rossiyada xalqaro fizika ilmiy olimpiadasida ham mana nufuzli olimpiada hisoblanadi. Ikkinchi o'rinni bizni o'zbekistonlik talaba, mana bizni universitetimiz filialimiz talabasi ikkinchi o'rinni sovrindori bo'ldi. Undan tashqari mana turli xil demak innovatsion yarmarkalar bo'ladi, Innovik boshqa shu singari maydonlarda bizni talabalarimiz o'zlarini ilmiy tadqiqotlari, o'zlarini startap loyihalari bilan ishtirok etishmoqda va mana o'tgan yili Mudofaa vazirligi tomonidan o'tkazilgan shunaqa yarmarka ko'rgazma davomida mana bitta talabamiz modellashtirish yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni olib, mana 30 million so'mlik sovrin g'olibi bo'ldi. Ikkinchi talabamiz xuddi shu ko'rgazmada 5 millionlik sovrin g'olibi bo'ldi. Bitta talabamiz hozirgi kunda 2 ta ilmiy ishlanmaga patenti bor. Talabani o'sha patenti bor. Hozir 3-patentga harakat qilmoqda. Undan tashqari mana Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ta'sis etilgan Mirzo Ulug'bek vorislari demak ko'rik tanlovi bor. Shu ko'rik tanlovda ham bizni talabalarimiz doimo ishtirok etib, shu nima deydi, prizavoy deydi-ku, sovrinli o'rinlarni sovrinli va o'sha birinchi top 3talik o'rinlarni egallab kelishmoqda. Mana undan tashqari mana yana bitta yaxshi yo'nalishlardan biri O'zbekiston GTL degan korxona bor Qashqadaryoda. Shu korxona ham yaxshi stipendiya programmalarini ta'sis etishgan. Bu stipendiya programmalarida ham bizni talabalar doimo ishtirok etib kelishadi. Doimo orasidan bir 3-4 ta bola shu stipendiyati bo'ladi. 2 ta yoki 3 tasi doimo pul haq to'lanadigan stajirovkalar ga ega bo'lishadi. Bu juda ham yaxshi tajriba, juda ham yaxshi qo'llab-quvvatlovchi hisoblanadi talabalarimiz uchun. Mana ular o'zligini ishlab chiqarish amaliyotlarini yoki diplom oldi amaliyotlarini shunaqa yuqori texnologik kompaniyalar, yuqori texnologik zavodlarda o'tishi, u haqiqatan ularni yaxshi mutaxassis bo'lib yetishib chiqishiga turtki bo'ladi deb hisoblayman. Shavkat Shuhratovich, mana hozir talabalarni o'qishlari, ular bitirgandan keyin ular bilan ishdan ta'minlash masalasi haqida ham o'zingiz gapirdingiz va shu bilan birgalikda bizda mana hozir Humoyun degan tinglovchimizdan savol kelib tushgan. Endi bu yerda umumiyroqsa savol beribdilar, o'sha Turkiya davlatda hozir qurilayotgan Akuyu AESida aynan o'sha qurilish shakli to'g'risida, ya'ni erta o'sha Rossiya tomonidan qurilib berilayotganligi va to'liq erta ularning mutaxassislari ishlashga kelishilganligi haqida bitta savol kelib tushganda, endi bularda shunaqa savol, bizda qanaqa bo'ladi bu? Men tushunaman, bu hozir umumiyligi bo'yicha sizga tegishli savol emasligi mumkin, lekin qisman bo'lsa ham, misol uchun bizda bitirib chiqayotgan talabalar yoki o'sha bizda quriladigan atom elektr stansiyasida ishlaydigan o'sha xodimlarni ish bilan ta'minlash jarayoni qanaqa kechadi degan. Rahmat kattakon savol uchun. Bu yerda birinchi o'rinda qaraydigan narsamiz o'zi loyiha qanaqa shaklda amalga oshirilyapti. Endi ko'plab mamlakatlarda shu paytgacha shu jumladan atom energiyasi sohasidagi loyihalar EPC kontraktlar asosida amalga oshirilgan. Bunda o'sha obyektni qurib beruvchi alohida podryadniy tashkilot bo'ladi, pudratchi tashkilot bo'ladi va uni qabul qiluvchi davlatda uni buyurtmachisi bo'ladi. Bu tashkilot, demak, pudratchi tashkilot qurib bergandan keyin obyektni
buyurtmachiga topshiradi, buyurtmachi uni o'zi ekspluatatsiya qiladi, foydalanadi. Undan tashqari bio degan yana bitta boshqacha yo'nalishda shunaqa loyihalarni amalga oshirish mumkin. Bu yerda demak qurib berayotgan tashkilot o'zi qurgandan keyin uni ma'lum bir muddat o'zi ekspluatatsiya qilishni ham bo'yniga oladi. Faqatgina naryoqda buyurtma qilgan tashkilot bu ekspluatatsiyasi jarayonida hosil bo'lgan tovar yoki mana bizni shaxsan bizni anaqamizda misolimizda bu elektr energiyasi bo'ladigan bo'lsa, shu elektr energiyani ma'lum bir summada sotib olish anaqasini oladi, majburiyatini oladi. Bio shaklda. Shundan kelib chiqqan holda mana menimcha dunyoda birinchi marta shunaqa shaklda bio shaklida loyiha realizatsiya qilinishi bu mana Turkiyada Akkuyu stansiyasi hozir Rossiyaning Rosatom kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilyapti va u EPC emas, bio shaklda qurilayotgan birinchi AESlardan biri hisoblanadi va bu obyekt ertaga ishga tushgandan keyin shu Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan ta'sis etilgan o'sha operator tomonidan boshqarilishi belgilab qo'yilgan. Bu degani ana shu boshqaruvchi tashkilot o'zi ertaga xodimlarni ishga oladi. Uni orasida shu rossiyalik demak malakali mutaxassislar bo'lishi mumkin, turkiyalik malakali mutaxassislar bo'lishi mumkin. Baribir keyinchalik ma'lum bir muddat o'sha boshqaruv muddati o'tgandan keyin bu obyekt baribir Turkiyani o'sha o'zini buyurtmachisiga ham topshiriladi. Shu sababli sekin baribir turkiyalik ham mutaxassislar ham o'tda tayyorlanib, stajirovkalari tashkil etilib, o'sha yerda demak bir qismi turkiyalik mutaxassislarning o'zi bo'ladi. Bizning O'zbekiston Respublikasida hozircha demak bu bo'yicha ham ko'p shu ommaviy axborot vositalarida ham aytilgan, oldin ham demak bu EPC yo'nalishida, EPC shaklida kontraktni va obyektni qurilishini realizatsiya qilish belgilangan. Bu degani ertaga bu stansiyaning ham boshqaruvchisi balkim agar bu endi konsepsiyalar o'zgarib ham turishi mumkin, bio ham bo'lishi mumkin, EPC ham bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir bu stansiyada mahalliy mutaxassislar ko'proq ishlaydi, chunki baribir ertaga shu stansiyani boshqaradigan ular hisoblanadi. Shu sababli mana hozirda mana AES uchun palonchi universitetlar kadr tayyorlayapti deyilgani bilan bir qatorda ertaga bular mana shu student kreslosidan turib darrov stansiyani boshqarishga baribir o'tmaydi. Shu narsani ham hamma hisobga olib qo'yish kerak. Mana atom stansiyasida обходчик, undan keyin mana eng boshqaruvdagi eng kichkina VIUR degan lozim bor, ведущий инженер по управлению реактором. Juda ham mas'uliyatli yo'nalish. Shu yo'nalishga yetib borguncha o'zi tajribadan kelib chiqadigan bo'lsa 5 yildan 8 yilgacha ketar ekan. Mana Rosatomdagi hamkorlar bilan ko'p gaplashamiz. 8 yildan yetakchi mutaxassis, kechirasiz, yetakchi mutaxassis uchun reaktorni boshqarish bo'yicha yetakchi mutaxassis. Ungacha u o'sha bu ungacha u malakasini oshiradi, ishlaydi, tajriba orttiradi, ko'nikma orttiradi. O'sha atom energetikasi sohasidagi uni o'shatdagi asbob uskunalarni boshqarish bo'yicha nimaiki qoidalar, nimaiki me'yorlar bor bo'ladigan bo'lsa, barchasini o't edo deydi, boshidan oxirigacha, ipidan ignasigacha yaxshilab o'rganishi kerak. Mana MAGATE degan o'sha Xalqaro atom energiyasi agentligini ham eng asosiy qo'yadigan masalalardan bittasi bu atom energetika sohasida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish. Xavfsizlik madaniyati bu degani o'sha xavfsizlik reglamentlari, tartiblari, qoidalari, me'yorlarini yaxshi bilish va ularni to'g'ri qo'llash. Demak, shunda hech qanaqa inson omili yoki inson omili bilan bog'liq qanaqadir nojo'ya bir anaqalar hosil bo'lmaydi. Shu sababli ham ertaga bitiruvchi bitirgandan keyin u yaxshi tajriba orttirish kerak. Demak, noyadroviy balkim sohalarda ham qanaqadir tajriba bo'lishi kerak. Alohida maxsus qo'shimcha yana ish joyi uchun belgilanadigan o'sha anaqalardan ta'lim yana qismidan o'tish kerak bo'ladi, malaka oshirishlardan o'tish kerak bo'ladi. Atom elektr stansiyasi hududida ertaga qurilib foydalanishga topshiriladigan o'sha o'quv trenirovka markazi bo'ladi. Shu trenirovka markazida полномасштабный тренажер deydi. Buni o'sha AES ichida qanaqa
boshqaruv pulti bo'ladigan bo'lsa reaktori, xuddi shunaqa birga bir boshqaruv pulti mana shu trenirovka markazida ham tashkil etiladi. O'sha yerda programma, o'sha dasturiy ta'minot tomonidan modellashtiriladigan turli xil demak o'sha modellarda o'zini demak ishini amalga oshiradi. Shavkat Shuhratovich, keling, Labay. biz endi hozir ayni paytda yo'nalishlarni gapirib o'tdingizda, masalan, har bitta o'sha talabalar bitirib chiqqanidan keyin atom elektr stansiyasida qurilishda ishtirok etish masalasi bo'yicha o'zini tegishli bosqichlari bor dedingiz. U bosqichlar deganda, masalan, juda ko'pchilikda hozir jamoatchilikda sabab bo'layotgan savollarga sabab bo'layotgan masala bu, ular talaba shundoq bitirib to'laligicha to'g'ri yo'nalish bo'yicha sirazi borib AESda ishlash imkoniga egami deganda, ular qanaqa ishlarni tashkillashtirish mumkin degan savollar ham yo'q emasda. Shu o'rinda men sizdan so'ragan bo'lardimki, u atom elektrostansiyasiga bitiruvchilarni yaqinlashtirish bosqichlari bor dediga. O'shalar haqida qisqacha to'xtalib o'ting, chunki u bitirib sirazi masalan pultga qo'yilmaydi, to'g'rimi? Ular o'sha ishlarni amalga oshirish uchun, qanaqadir reaktorlarga yaqinlashish uchun bu jihatdan qanchalik talablar kuchaytirilgan, shular haqida bir to'xtalib o'tsangiz. To'g'ri aytyapsiz. Siz darrov mana ruscha aytgan studentskiy skamyi deydi-ku, unaqa talabalar o'rindig'idan turib darrov pultga hech kim yo'l qo'ymaydi. Unaqa bo'lishi ham mumkin emas. Demak, alohida qo'shimcha baribir shu ta'lim anaqasidan o'tish kerak, trenirovочный sentrdan o'tish kerak bo'ladi. Chunki universitetda oladigan bilim bu umumiy muhandislik yo'nalishidagi bilimlar hisoblanadi. Umumiy demak shu sohada o'zi AES nima, asosiy bazasi qanaqa, demak asosan oladigan bilimi bu nazariya, ko'proq nazariy bilimlar. O'z qo'li bilan baribir reaktorni boshqarmagunicha u bir qanaqadir ko'nikmali, yaxshi bir malakali mutaxassis bo'la olmaydi. Real reaktorni boshqarishdan oldin mana shunaqa simulyatsion markazlar orqali bu simulyatsiyalarni boshqarib o'zini bir anaqasini oshirish kerak. Biz bir soatlarda o'lchaydigan bo'lsak ham kamida 100 soat qanaqadir reaktorni demak mana simulyatsiyasida turli xil rejimlarda boshqarish ko'nikmasiga ega bo'lish kerak bo'ladi-da. U ham 100 soat deganim bu ham bir takoy umumiy bir anaqa, bu ham o'zini ko'rsatkichlari bir anaqalari bor. Endi umuman olganda mana bizni bitiruvchilarimiz ham misolida aytadigan bo'lsak, hozir mana AES yo'q. Bitiruvchilar asosan respublikani energetika obyektlarida ishlab kelishmoqda. Ishlash jarayonida ular demak mana turbina nima? Turbina qanaqa ishlaydi? Elektr generatori nima? U qanaqa ishlaydi? Uni boshqarishda qanaqa normalar bor? O'zbekistondagi energiya sistemaga shu elektr generatsiya obyektlarini ulash jarayoni qanaqa o'ziga xosliklari bor yoki qanaqa me'yor, tartib, qoidalar bor bu bo'yicha yoki umuman olganda barcha generatsiya manbalari bir-biri bilan qanaqa ulangan, ularni bir-biri bilan o'zaro demak ta'siri boshqasi unaqa faktorlari qanaqa bo'ladi. Elektr energiyasini generatsiya qilish uchun asosiy manbalardan bo'lgan mana suv masalasi, to'g'rimi? Suvni o'sha bug'lantirish, uni o'sha bosim masalalari, paragenerator masalalari, bularni hammasini ular real obyektlarda hozir malakasini oshirib, o'rganib kelmoqda. Keyinchalik tayyor 3-4-5 yillik mana stajga ega, tajribali stajga ega bo'lgandan keyin ular o'sha maxsus qo'shimcha demak simulyatsiyalardan o'tib, o'rganib, AESda bemalol ishlash mumkin bo'lgan demak mutaxassis bo'lib yetib chiqish mumkin. Xuddi shunaqa universitetni bitirib, ertaga AES qurilib bo'lingandan keyin ham demak sekin-sekin pastroq dozasdan barcha AES fundamental anaqalarini o'rganib chiqadi. O'sha yerdagi agregatlarini, uskunalarini, chunki zamon bitta joyda turmayapti. Bugun misol uchun bunaqa turbinalar foydalanilgan bo'lsa, ertaga bundan ham yaxshiroq, yana ham demak effektivroq
samaradorligi yuqoriroq bo'lgan, demak, yangi asbob uskunalar qo'llanilishi mumkin. Yangi ASUTP deydi, avtomatlashtirish o'sha boshqaruv tizimlari o'shanaqalar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda hozir texnologiyalar juda ham jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Bu rivojlanishlar orqasidan, конечно, yetib olib, universitetlar ham, boshqalar ham shu yo'nalishda mana eng ilg'or, eng oldi bilimlarni berishga harakat qilib yurmiz. Shavkat Shuhratovich, yana bitta masala borda. Bitta hozir biz talabalarga o'tib ketib qoldik. Ularning yutuqlari, ularni misol uchun AISda ishlash masalasi bo'yicha aynan MIFIga qaytadigan bo'lsak, o'sha Milliy tadqiqot yadro universitetining faoliyatiga qaytadigan bo'lsak, men bilaman, sizlar faqat talabalar bilan ishlamaysizlar. Men bilamanki, MIFIni shiftligi asosidagi qanaqadir maktablar bor. U maktablar bilan sizlarning hamkorliklaringiz qanday amalga oshirilyapti? Bu birinchi yo'nalishdagi savol. Va ikkinchisi, undan tashqari bizda mavjud bo'lgan o'sha tumanlar, viloyatlar bilan yoki qanaqadir ta'lim muassasalari bilan sizlarda hamkorlikda ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa, shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Rahmat kattakon savolingiz uchun. To'g'ri aytasiz. Bizda demak, maktablar bilan aloqani mustahkamlash, aloqa o'rnatish masalalariga katta e'tibor beriladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri universitetga qabul jarayonlariga ham juda ham ta'sir qiladigan masala hisoblanadi. Sababi bizga o'qishga kirish ham o'zi oson emas. O'qish ham oson emas. To'g'risi, men o'zim ham birinchi marta shu yerga ishga kelganimdan keyin o'quv rejalarini sinchiklab o'rganib chiqqanimda juda hayron qoldim. Matematikani o'zini bir qancha razdellari qanchalik chuqurlashtirib o'tirilishini, fizikani qanchalik chuqurlashtirib o'tirilishini, haqiqatan o'zi sohani o'zi juda ham katta mas'uliyat talab qilgandan keyin bunaqa jiddiy ta'lim berilishi ham bir tomondan to'g'ri deb hisoblayman. Ta'lim qiyinroq bo'lgani ham ertaga juda ham yaxshi mutaxassislar demak, yetishtirib chiqarilishiga bu ham bir qaysidir ma'noda kafolat beradi deb hisoblayman. Shu sababli mana biz respublikani barcha hududlari, barcha viloyatlaridagi maktablar bilan aloqa o'rnatish bo'yicha demak ko'plab ishlar amalga oshirganmiz. Bugungi kunda 19 ta maktab bilan demak hamkorlik memorandumlarimizga egamiz. Alohida yana ta'kidlab o'tmoqchiman, bizni mana hozir joylashgan dislokatsiyamiz bo'yicha Ulug'bek shaharchasidagi 2 ta maktab bor, 54-maktab, 286-maktab. Ular bilan bizni to'g'ridan-to'g'ri demak nima deydi? Shafiylikni ham 2 xil shakli bor-da. Birinchisi demak shafiylikka olasiz, faqat mana shu ta'lim jarayonida demak bu yerda ko'proq o'sha ma'naviy desa ham bo'ladi. Nima deydi? O'qituvchilarimiz borib dars berib keladi yoki talaba u yoqdagi o'quvchilarni bu yoqqa olib kelib ekskursiyalar qilib bu yerda bir dars jarayoni tashkil qilamiz. Ikkinchisi bu asnashением deydi. То есть qaysidir ma'noda o'tga bir qanaqadir moddiy texnika bazasini yaratish, shuni aniq qilish ma'nosida. Mana shu 2 ta maktabga ham biz demak sekin-sekin mana kompyuterlar o'rnatish yoki elektron doskalar qo'yish, kelajakda balkim qaysidir fizika misol uchun sinflariga qanaqadir fizika yo'nalishidagi asbob uskunalar olib berish, quyosh panellari bo'yicha demak o'rnatib turib, ular bo'yicha qanaqadir darslarni yo'lga qo'yish ham nazarda tutganmiz. Mana hozir 54 va 286-maktabda shunaqa formatdagi bizda ish ketmoqda. Boshqa endi viloyatlar bilan endi uzoqroq, ular bilan plus yana moddiy mablag'larga ham bog'lanadigan masala bo'lgani uchun ular bilan asosan o'qituvchilarning malakasini oshirish, u yerda to'g'ridan-to'g'ri demak bizni universitetga o'qishga kirish imkonini beruvchi xalqaro demak fizika va matematika fanlaridan olimpiadalar o'tkazish, Rosatomning tarmoq olimpiadasini o'tkazish bo'yicha demak ishlar olib borilmoqda. O'ylaymanki, bunaqa maktablar bilan bizni o'zaro hamkorligimiz yana ham ko'proq rivojlanadi. Hozir mana Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasining fizika fani bo'yicha olimpiadada ishtirok etadigan o'sha terma jamoasini bizni universitet, bizni filialimizdagi fizika demak laboratoriyalarida malakasini oshirish, o'qitishni yo'lga qo'yganmiz va mana yomon emas. Mana universitet ko'plab maktablarda demak fizika yaxshi o'qitiladi, lekin baribir moddiy
texnika bazaga ko'p narsa taqalgani uchun mana ayrim fizikaviy eksperimentlarni yo'lga qo'yish murakkablik tug'dirishi mumkin. Shu sababli bizda bu yo'nalish bo'yicha yetarlicha ham o'qituvchilar bor, ham yetarlicha laboratoriya asbob-uskunalar bor. Shu sababli shunaqa eng yaxshi fizikaga qiziqqan bolalarni, saralangan bolalarni bu yoqda olib kelib, eksperimentlar qo'yish bo'yicha ham bilimini oshiramiz va bu ertaga ularni olimpiadalarda respublika nomidan chiqqan paytda mana eksperimental o'zi eksperiment qo'yib ko'rib, qaysidir jihatlarini yaxshiroq chuqurroq anglagani uchun qanaqadir yaxshiroq natijalar olishga, yutuqli o'rinlarni egallashga, erishishga bir sababchi bo'ladi deb hisoblaymiz. Shunaqa yo'nalishda ham mana ishlab kelmoqdamiz. Juda katta ishlar amalga oshirilgan va oshirilib kelinyapti. Buni biz ko'ryapmiz va o'ylaymizki, bu haqida ko'proq gapirish kerak, ko'proq bildirish kerak. Chunki o'sib kelayotgan avlod uchun ham mana prof orientatsiya degan tushuncha bor-ku, yo'nalish berib turib, o'sha maktabdanoq balki ularda yadro energetikasiga nisbatan, umuman o'sha yadro meditsinasiga nisbatan balki qanaqadir alohida mehr uyg'otgan holatda bir katta mutaxassis bo'lib yetish kursariga ham yo'l ochib berishlari mumkin-da. Endi Shavkat Shuhratovich, bizda ham savollar bor. Men aytmoqchimanki, bu savollar bir-biriga o'xshash. Boyagiga nima dedi, aytib o'tganimdek, hammasi to'liq sizlarning yo'nalishingizga tegishli bo'lmasa ham, shunaqa savollar kelib tushyaptiki, mana masalan, Bekzod Baxtiyorovich savol so'rayaptilar. Ular o'zlari bir qancha lavozimda ishlagan ekanlar, obxodchilik, ekspluatatsiya injeneriyagacha. Agar ertaga qanaqadir AES qurilishi uchun jamoa yig'iladigan bo'lsa, men kimga murojaat qilishim kerak, nimaga e'tibor qaratishim kerak degan savollar beryaptilar. Xuddi shunaqa savol adashmasam mana Oybek Bozorovdan ham kelib tushgan. Ular ham xuddi shu masala bo'yicha murojaat qilyaptilar. Bu o'ylaymanki, tabiiy bunaqa savollar tug'ilishi ishtirokchilarimizda. O'shanga endi o'zingizga tegishli bo'lgan yo'nalish bo'yicha javob berib o'tsangiz xursand bo'lardik. Da, Gulruxsor juda ham endi ko'pchilikni bu qiziqtiradigan savol, to'g'ri. Endi abituriyent bo'lganda qanaqa qilib MIFIga o'qishga kirish mumkin degan savol bergan bo'lar. Endi bitirib chiqqan mutaxassis bo'lgandan keyin yoki o'qiyotgan o'sha talaba bo'lsa, qanaqa qilib ishga kirsam bo'ladi deb. Qanaqa qilib ishga kirsam bo'ladi degan savolni UzAtom agentligini o'ziga berish kerak-edi, to'g'rimi? Yo'q, Shavkat Shuhratovich, mana shu yerda remarka qilib ketaman. Shuning uchun ham aytdim, men sizga tegishli tomon deganim. Endi ishga olish masalasi bo'yicha gapirmaylik-da, endi ularni toki o'sha atom elektrostansiyasi qurilgunicha o'zlarining malakalarini qaysi yo'nalishlarda oshirishlari kerak ekanligi haqida maslahat berib ketsangiz mutaxassis sifatida, men o'ylaymanki, bu savolni yopgan bo'lamiz. Rahmat, tushunarli. Bunaqa agar rakursdan qaraydigan bo'lsak-da bu savolga, bunaqada demak, men boya aytganimdek, butun o'zi atom elektrostansiyasini qarasak, bor yo'g'i 20-25% bu yadroviy yo'nalish. Qolgani bu turli xil yo'nalishlarga muhandislik yo'nalishlari hisoblanadi. Endi har bir o'sha muhandislik yo'nalishi bo'lgan taqdirda ham ular kelajakda ishlashi mumkin bo'lgan obyekt mas'uliyat nuqtai nazaridan eng yuqori kategoriyali obyektlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu yo'nalishda mana AESlar sohasidagi o'zi xalqaro me'yorlar qanaqa? Xalqaro o'sha reglamentlar qanaqa? O'zbekistondagi huquqiy o'sha normativ huquqiy demak hujjatlarda nimalar deb yozib qo'yilgan. Shu sohalarni hammasini yaxshilab o'rganib chiqish kerak deb hisoblayman. O'z ustida yaxshilab ishlashi kerak deb hisoblayman. Va ertaga AES uchun o'sha AESda ishlaydigan xodimlarni saralash bosqichi kelganda o'sha начальник smena bo'ladimi yoki smenani injenerlari bo'ladimi, shularni psixofiziologik obsledovание qilib turib, bular bir-biriga qanchalik mos, qanchalik bir-biri bilan komandada ishlay oladi, qanchalik bilimi yetarli, bular hammasi alohida testlardan o'tish jarayonida o'zini boshqa raqiblaridan ko'ra yaxshiroq nima deydi, raqobatbardosh ekanligini ko'rsata olish uchun chuqur bilimga ega bo'lish kerak va faqatgina o'sha muhandislik yo'nalishi bo'yicha emas, balkim ko'proq, demak, o'sha normativ bazani ham yaxshilabroq o'rgansa, bu normativ bazaga nimaga ko'p urg'u beryapman, bu real hayotdagi ish o'zi hamma narsa normativ bazaga bog'liq. O'sha normalar ham aytiladi-yu,
qon bilan yozilgan deydi-da. Bir paytlar bo'lgan o'sha turli xil avariyalar yoki nojo'ya bir anaqalardan kelib chiqib, bularni ertaga boshqa takrorlanmasligi uchun yoki qurilishda qaysidir balkalar chidomiy tushib ketgan boshqa bo'lgani uchun, buni armaturasi bunaqa bo'lishi kerak ekan, bunaqa bo'lishi kerak, hisob-kitoblar boshqa hammasi faqat rivojlanib, demak, xavfsizlikni faqatgina oshirish uchun yo'naltirilgan. Va shu sababli bunaqa normalarni chuqur bilishi kerak har bitta mutaxassis. Shuning uchun shularga ko'proq e'tibor qaratish kerak deb hisoblayman. Rahmat, Shavkat Shuhratovich. Endi Yana mana bitta biz jabha bu til. Gulruxsor, uzr gapingizni bo'lib qo'ydim. Tilni bilish bugungi kunda judayam arxivajniy bir muhim yo'nalishdan biri hisoblanadi. Til degani ham u faqat rus tili emas, ingliz tilini judayam bilish kerak. Sababi ingliz tili bu dunyo tili. Butun dunyo o'sha Xalqaro atom energiyasi agentligi ham bu o'zi yadroviy klub deymiz. Yadroviy energetikasi bor bo'lgan mamlakatlar bular bir-biriga doim yordam berib, bir-birini qo'llab-quvvatlab keladigan bir aniqlik hisoblanadi. Ko'plab konferensiyalarda, anjumanlarda, har xil ko'rgazmalarda ko'p ko'rishi bir anaqa qilganda doim faqatgina qo'llab-quvvatlash bo'lish. Shu sababli ham tilni bilish kerak. Ertaga ko'proq admin o'sha bilimlar almashinuvi, ko'nikmalar almashinuvi bu hammasi tilga bog'liq. Bu ham asosiy bir anaqa. To'g'ri, Shavkat Shuhratovich, kattakon rahmat. Biz mana hozir Moskva muhandislik fizika instituti, Milliy tadqiqot yadro universiteti haqida shuncha ma'lumotni berdik, lekin o'ylaymanki, bizning ishtirokchilarimiz orasida hali talaba bo'lmagan abituriyentlar ham bo'lsa kerak. Shuncha ma'lumotni berdik, shuncha talabalarni maqtadik, o'quvchilarni maqtadik. Endi sizlarga o'qishga kirish uchun qaysi bosqichlardan o'tishlari kerak, qanday hujjatlar kerak bu abituriyentlarga, shu haqida asosiy ma'lumotni bersangizlar. Xo'p. Yaxshi, rahmat Gulruxsor. Значит, birinchidan bu Rossiya Federatsiyasi universitetini Toshkent shahridagi filial. Bu yerda bitiruvchi bir xil o'sha Moskvada qanaqa diplom beriladigan bo'lsa, o'shadan diplom olib kelib topshiriladi. Shu sababli ham bu yerga o'qishga kirish, o'qish jarayonlari hammasi Moskvada qanaqa tashkil etilgan bo'lsa, xuddi shunaqa. O'qishga kirish uchun demak kirish imtihonlari topshirilishi kerak. Bu o'zimizning bilim va ko'nikmalarni baholash agentligi orqali o'tkaziladigan testlar bilan amalga oshirilmaydi. Rossiya Federatsiyasidagi o'sha Moskvadagi o'qituvchilarni o'zi bu yerga yozda kelib, demak, shu abituriyentlarni demak 3 ta fan bo'yicha bilimini tekshiradi. Birinchisi bu fizika, eng asosiy fan, ikkinchisi matematika, uchinchisi rus tili fani bo'yicha. Har bitta fandan eng maksimum olishi mumkin bo'lgan ball bu 100 ball. Har bitta fandan 10 tadan masala, savol qo'yiladi. O'sha 100 ball maksimum olishi mumkin, lekin proходной o'tish balli 40 ball. Har bitta fandan kamida 40 ball olishi kerak. Tasavvur qiling, matematika va fizikadan 40 balldan yuqori olgan, rus tilidan misol uchun 40 balldan past olgan. Uje bu bola, bu abituriyent bizda mana shu konkurs jarayonlarida ishtirok eta olmaydi. Shu sababli har bitta fandan kamida 40 dan olib chiqishi kerak. Bu mana birinchi anaqa nima deydi, metodmi desa bo'ladi, bizning universitetga o'qishga kirish bo'yicha. Ikkinchisi bu demak, Rosatom davlat korporatsiyasini tarmoq olimpiadalari bor. Har yili bizni filialda ham o'tkaziladi. Biz buni endi keyingi reklama qilishga harakat qilamiz. O'zimizning ommaviy axborot vositalarimiz orqali qo'ldan kelgancha maksimal demak axborot yetkazishga harakat qilamiz. Bu yerda ishtirok etadigan va demak o'sha sovrinli yoki g'olib o'rinlarni egallagan demak olimpiada ishtirokchilari ham bizni universitetga to'g'ridan to'g'ri o'qishga qabul qilinish imkoniyati bor. Undan tashqari mana yaqindan biz 2 marta o'tkazdik. Birinchisini kuzda, ikkinchisini bahor demak faslida mana yaqinda ham o'tkazib keldik. Respublikaning 8 ta hududlarida va Toshkent shahrida alohida demak maktablarni demak o'quvchilari uchun xalqaro demak MIFI olimpiadasini o'tkazdik. Va bu olimpiadada matematikadan va fizikadan savollar bo'ldi. Shu olimpiadani ham yaqinda javoblari chiqib qolish kerak. Agar kimdir sovrinli yoki g'olib o'rinlarni olgan bo'lsa, shu fanlar bo'yicha ertaga kirish imtihonlarida imtiyoz olishi mumkin bo'ladi.
Bu ikkinchi metod bizni universitetga qabul qilish bo'yicha. Uchinchisi endi balkim Rossiyani qaysidir maktablarda o'qigan O'zbekistonlik fuqarolar bo'lsa va o'sha Rossiyani YG degan tizimi bor, umumiy davlat imtihoni. Shu umumiy davlat imtihonida qanaqadir ballar bilan o'tish ballini agar egallay olgan bo'lsa, u orqali ham misol uchun bizni filialga o'qishga qabul qilinishi mumkin bo'ladi. Mana 3 ta Imtihonlar metodi bor. qachonlar amalga oshiriladi? Shu haqida ham to'xtalib o'tib ketsangiz. Demak, bizda o'zi qabul jarayoni har yili 20-iyundan boshlab hujjatlarning qabulini boshlaymiz. 20-iyundan 20-iyulgacha. 20-iyuldan 1-avgustgacha muddat ichida biz endi qabul imtihonlarini o'zi mana an'anaviy o'tkazib kelmoqdamiz. Avvallari endi imtihonlar 1-avgustdan keyin bo'lardi bizni respublika universitetlariga. Bu yildan boshlab endi imtihonlar sal vaqtliroq bo'lyapti. Shu sababli bu davlat vuzlariga bo'layotgan testlar bilan bizni imtihonlar ham go'da ustimiz tushib qoladigan vaqtlari ham bo'lib qolishi mumkin. Lekin bundan hech anaqa qilish kerak emas. Biz alohida 3 ta fanni har xil kunlari o'tkazamiz imtihonini va qaysidir fanga agar uzrli sabab mana boshqa universitetga topshirish uchun imtihon ketgan bo'lib bizga kela olmagan bo'lsa, alohida yana bitta rezerv kunimiz bor. O'sha kuni o'sha kela olmagan kunidagi imtihonini ham topshirib imkoniyat olishi mumkin o'qishga kirish uchun. Shavkat Shuhratovich, mazmunli intervyungiz, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Vaqtingiz uchun. Rahmat, Gulruxsor, mana bunaqa bizani ham podarkamiz bor edi, eng yaxshi savol uchun. Aynan shu haqida aytmoqchi edim. Qo'yuvdingiz-da. Qaysi savol sizga ko'proq yoqdi? O'qib Endi savollar to'g'risini aytaman, ko'proq mana palonchidan, pistonchidan deb aytdingiz, mana texnika universitetini bitiruvchisi mana savol berdi, energetika yo'nalishi bo'yicha, AQU bo'yicha mana bitta savol berildi. Uchinchisi mana Begzod Baxtiyarovich degan odam mana savol berdilar. Endi men hamma savollar juda ham dolzarb, haqiqatan to'g'risini aytsa, juda ham bir anaqa savollar berilgan. Keling bir ajratib o'tirmaylik. Mana shu 3 ta savol bergan savol egasiga uchalasiga ham bir xil qilib shunaqa sovrin bersak, MIFI nomidan. U sovrinni olib ketish uchun bizni universitetga tashrif buyurib ketishsa yaxshi bo'lar edi. Men bitta kontakt nomerini qoldiraman. Bizni matbuot kotimizda borlar, Nasibaxon Nurjanova degan. Telefonlari balkim alohida keyin chiqarib qo'ysa ham bo'lar bu ekranga, bilmadim. 93li 318 52 63. 93li 318 52 63. Shu raqamga telefon qilib kelib olib ketishligi mumkin. Rahmat kattakon. Shavkat Shuhratovich, kattakon rahmat. Keng qalbligingiz uchun, shu darajada har bitta ishtirokchilarga alohida e'tibor qilganingiz uchun biz albatta yuqorida keltirgan ma'lumotlarga asosida alohida ma'lumot chiqaramiz va o'ylaymanki ishtirokchilarimiz uchun juda ham muhim bo'lgan asosiy mavzularni ko'tardik va ularga javob berib maksimal ravishda o'sha 1 soatning ichida yopishga harakat qildik bu savollarni. Bu bizni birinchi live stream formatidagi birinchi intervyuimiz edi. Va o'ylaymanki sizni suhbatingiz juda ham yuqori darajada o'tdi. Katta rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Rahmat Gulruxsor, juda ham iliq baho berganingiz uchun, iliq bir anaqa berganingiz uchun katta rahmat. Sizlarni bu loyihalarga men omad tilayman. Bundan ham yaxshi dolzarb mavzularda shunaqa demak to'g'ridan to'g'ri efirlarni amalga oshirib, bizani umuman xalqimizga eng nima deydi, zarur ular uchun bugungi kunda dolzarb bo'layotgan ma'lumotlarni doim berib borishinglarda, mana biz ham yordamchi bo'lib turishga doim tayyormiz. Rahmat.